Aka tuzimsiz. Qalaysiz, charchamayapsizmi? Kutdingizmi yo'qmi? Bitta ko'raylik, obuna bo'lgan, shartlar bajarilganmi 100%? Bitta ko'raylik. Qarangda ko'pchilik aytadi-yu, siz bizni yo'limizdan chiqmaysiz deb. Men chiqdimmi aka? Qani obuna bo'lgan ekansiz, Telegramga obuna bo'lgansiz-a? Bitta layklarni ko'ramiz. To'xtang. Mana layklarni ko'ramiz. Mana birinchisi bu. 1 2 aka, nimaga layk bosmaysiz? Bilardingiz-a? Qolganlarga Aka qarang, dehqonchilikka qiziqasizmi? To'g'risini ayting. Qiziqasiz. Xo'p, Bog'istonda men sizga zo'r shunaqa dehqonchilik bor, 75 sotiqli joy bor. O'shani aytmoqchiman. U joyda bilasizmi? 90 metrdan ikkita limon parnigi bor. 200 tadan ortiq limoni bor. Xo'p, narxi juda ham shokolad narxi. Basseyni bor, yonida ofis qilishingiz uchun qurilish qilib qo'ygan, ikkita xonasi bor. Vagonlari ham bor. Mabodo ishchi olsangiz, ishchilari ham o'sha yerda. Nomerlarni qoldiraman. Bog'iston yo'lida zo'r joyda. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Aka, birdan nechigacha? 13. Mana bu endi obunachilarniki. Qolganini aka sanang, xohlagan joyingizdan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hali 20 ming. Agar 11 deganingiz 2 yil turgan aka. Aka, rost ekanmi? Obuna bo'lishsinmi?